Hazreti Abu Bakrning xalifalikka tayinlanishi. Payg'ambar alayhisalom vafot bo'lgandan keyin Madina xalqi bo'lgan ansarlar Madinaga va musulmonlarga birining bosh bo'lish kerakligini jiddiy his qilishga boshladi. Chunki atrofdagi badaviylar va boshqa qabilalar Payg'ambar alayhisalomning vafoti bilan tang o'tirg'i chiqqan bo'shliqdan foydalanib, bu shaharlarga hujum qilishga tayyorlandi. Uning ustiga bir munchilagan ko'chman arablar va qabilalar texi haqiqiy ma'noda iymon etmagan edi. Gerçi ular islomga ishongandek ko'rinsimi, iymon ularning qalbiga to'liq o'rinlashib bo'lolmagan edi. Bu yangi islom davlatining kuchi va nufuzining qo'rqonliklari uchun faqat tillar bilan musulmon bo'lgandek ko'rinadi. Ammo chin ko'ngli bilan iymon etmagan edi. Darvaqa Payg'ambar alayhisalomning vafotidan qisqa muddat burunla ba'zi yerlarda islomdan yenib olish, ya'ni riddat harakatlari ko'rilishga boshladi. Shundoq Ansarlar ularning Madinaning atrofiga yerlashgan badaviy qabilalarning tahdidi ostida qilayotganligini xeli obdan his qilishgan va bu sababdan qattiq tashvishlanishga boshladi. Chunki Payg'ambar alayhisalomni va islom davosini eng boshda ular mushu yerda qo'llagan. Qo'lidan kelganicha yordam qilgan, uylarini Makkadan kelgan muhojirlarga ochgan. Ularni bag'riga bosgan va Payg'ambar alayhisalom hayot vaqtida ular bilan birlikda tunji islom davlatini qurgan. Va mushu orqali atrofidagi badaviy arab qabilalarini o'zlariga bo'ysundirgan edi. Ansarlar muhojirlarning bir kunlarda Payg'ambar alayhisalomning vafotidan keyin asli yurti Makka ga qaytib ketib qolishini o'ylashib qo'yishgan edi. Chunki muhojirlar vijdon azobiga chidamaganliklari uchunla Makkadan Madinaga ko'chib kelgan edi. Ular Makkadan chiqqanda shahar xalqi texi mushrik edi. Ammo keyin hammasi musulmon bo'ldi. Shunga ularning Makkaga qaytib ketish ehtimolligi yaqin edi. Uning ustiga ular yo'lga chiqqanda quru joylari, mol varollari, etiz bog'lari qolgan edi. Bu masala Payg'ambar alayhisalom tehayat chog'dila ansarlarni o'ylantirishga boshlagan edi. Bo'libmi Payg'ambar alayhisalom Makkani fath qilgan kundan beri, ya'ni Hijrining 8-yili bu andisha ularni sarosimaga selishga boshladi. Nihoyat ular Payg'ambar alayhisalom bilan Makka fathiga chiqib, Hunayn jangida Havzon va Saqif qabilalaridan elingan g'animatlar Ja'rona degan yerga taqsim qilingan vaqtda bu andishlarni o'tirib qo'yganda Payg'ambar alayhisalom ularga muvofiq bir javob bergan edi. Bu ishning jarayoni mundoq edi. Payg'ambar alayhisalom qo'lga tushgan g'animatlarni Quraysh va badaviy arablarga tarqatib berib, ansarlarga hech nima bermagachga ularning ochchig'i keldi. Va bu ish haqida bir muncha fitna fasod terildi. Hatto orallardan biri chiqib, Payg'ambar alayhisalom amdi o'z xalqiga erishdi degandek kinoyalik gaplarni qildi. Sa'd ibn Uboda Payg'ambar alayhisalomning oldiga kelib mundoq dedi: "Ey Allohning elchisi, sen bilan jangga qatnashgan shu ansar xalqi qo'lga tushgan g'animatlarni o'z xalqinga va badaviy arab qabilalariga ko'plab tarqatib, ular, ya'ni ansarlarni g'animatdan mahrum qo'yganliging uchun sana xafa bo'lishyapti." Payg'ambar alayhisalom bu so'zga bakmo taajjublangan holda, "Sen qanday qaraysan, ey Said?" dedi. Said mo yanmay, "Men xalqimning bir a'zosiman" dedi. Payg'ambar alayhisalom, "Menga xalqingni to'plab bergin" deb amr qildi. Said Madinaliklarni darhol atrofi qasholangan bir yerga to'pladi. Bu arada Makka mujohidlaridan ba'zilari bularning orqasiga ketilmoqchi bo'ldi. Said ularga ruxsat qildi. Ammo keyin kelganlarni orqa olmadi. Ondan Payg'ambar alayhisalomning oldiga berib, ansarlar yig'ildi deb xabar berdi. Payg'ambar alayhisalom ularning oldiga kelib, Allohga hamd sano aytgandan keyin mundoq dedi: "Ey ansarlar, menga sizlar to'g'riliq ba'zi gap so'zlar yetib keldi. O'z aranglarda menga xafa bo'libsizlar. Sizlar zalolatga botgan vaqtinglarda mening aranglarga kirishim bilan Alloh sizlarga hidoyat ato qilmadimi? Sizlar faqir edinglar. Men aranglarga kelgandan keyin Allah sizlarga mol, boylik ato qilmadimi? Bir-biringlarga dushman edinglar. Men kelgandan keyin Allah aranglarga mehr muhabbat o'rnatmadimi?" Ko'pchilik bu savollarga birdek shundoq to'g'ri deb javob berishdi. Va bu ihson Allohning va uning payg'ambariningdir deb qo'shib qo'ydi. Payg'ambar alayhisalom, "Undaqda menga bir javob bermamsizlar?" deb so'radi. Ansarlar, "Sana nima deb javob berarmiz? Minnat va ihson faqat Allohga va uning payg'ambariga xosdir" deyishdi.
Payg'ambar alayhissalom bu qitim ularga: "Agar xohlasanglar, bir javob bera olaytinglar. Shundaqla to'g'ri so'z qilgan bo'latdinglar ham haqliq bo'lib chiqatdinglar. Masalan, mundaq desanglar bo'ladi. Sen aramizga boshqalar tarafidan rad qilingan holda kelgan eding, biz seni qabul qildik. Bizning aramizga parishon holda kelgan eding, sana yordam qildik. O'z yurtingdan qo'g'landing, biz sana panohlik berdik. Peqir eding, qo'lingdan tutdik. Ey ansorlar, men ularni musulmon bo'lsin deb, u oddiy va o'tkinchi dunyo mollari bilan ularning ko'nglini elishga tirishdim. Ammo sizlarni e'tiqodinglar, ya'ni kuchlik iymoninglar bilan qo'yib qo'ydim. Ey ansorlar, boshqalar bu yerdan qo'y tugilarni yetlab qaytsa, sizlar Allohning elchisi bilan yurtinglarga qaytishni umid qilmamsizlar? Muhammadning jini ilikida bo'lgan Alloh bilan qasam qilamanki, agar hijrat vaqasi bo'lmagan bo'lsa, men ansorlardan biri bo'lishni orzu qilardim. Barliq insonlar bir yo'lga, ansorlar boshqa bir yo'lga mangsa, men ansorlar bilan bir yo'lda mangan bo'lardim. Ey Alloh, ansorlarga va ansorlarning avlodlariga marhamat bilan muomala qilgin, dedi. Ansorlar payg'ambar alayhisolamning bu so'zlaridan qattiq ta'sirlandi va soqollari ho'l bo'lib ketgicha yig'lashdi. Ondan payg'ambar alayhisolamning taqsimotiga rozi bo'ldik deb tarqilishdi. Shundoq, mana buningdan ko'rib olishga bo'ladiki, ansorlar muhojirlarning payg'ambar alayhisolamning vafotidan keyin Makkaga qaytib qelish ehtimolligini o'ylashyotdi. Ular o'z yurtlariga qaytib ketishi mumkin edi. Mushu sababdan muhojirlarni hisobga qatmay turib, payg'ambar alayhisolamning xalifasini saylash ularning eng cho'ng vazifasi edi. Ansorlar Madinalik Bani Sa'da oilasining uyiga yig'ildi. Bu yig'ilishga muhojirlar chaqirilmadi. Ular bilan kengayishishning hojati yo'q edi. Chunki Madinaliklarning ko'pinchisini Xazrajliklar tashkil qiladi. Ularning rahbarlari sahobalarning cho'nglari. Shundaqla payg'ambar alayhisalom vafot bo'lishdan burun favqulodda mamnun va rozi bo'lgan kishilardan biri Sa'd ibn Uboda edi. Shunga uni xalifalikka tayinlashga birdek kelishgan edi. Muhojirlarga kelsak, ular bu ishlardan ansorlarga qaraganda texmi yiroq edi. Chunki ularning ba'zilari payg'ambar alayhisalomning vafoti va dafn ishlari bilan mashg'ul edi. Ba'zilari texcha bu qayg'uning ta'siridan qutulib bo'lolmagan edi. Yana ba'zilar bo'lsa, payg'ambar alayhisalomdan keyin biri xalifalikka saylanish kerak deganlarni xiyoliga keltiribmi qo'ymagan edi. Bu ahvoldagi kishilarga nisbatan bu ish ixtilof qilishning hech hojati bo'lmagan bir masala edi. Dal shu chog'da muhojirlardan bir to'p kishi payg'ambar alayhisalomning uyida edi. Biri tuyuqsiz kelib, Siratulloh: "Ey Ibn Xotib, darhol sirtqa chiqqin, sana deydigan bekmi muhim ish bor", dedi. Ishning jiddiyligini texi bilib bo'lolmagan va payg'ambar alayhisalomning qayg'usidan o'zini texi o'ngshab bo'lolmagan Hazrati Umar: "Neri bor? Hozir sening gapingni anglagudek holimiz yo'q", deb javob berdi. Lekin u odam: "Shu on bekmi muhim bir ish bo'lyotidi. U yerda seningmi bo'lishing cho'qim shart. Ansorlar Bani Sa'dning uyiga yig'ildi. Keyincha ular bilan bizning aramizda biror husumatga sabab bo'ladigan qaror elinishdan burun u yerga berib bo'lishing kerak", deb ching turdi. Shuning bilan Hazrati Umar Abu Bakrga: "Yur, shu ansor qarindoshlarimizning yeniga berib boqayli", dedi va faqat shu vaqtda ondan o'zlariga kelib, birining musulmonlarga boshchilik qilish uchun xalifalikka tayinlanish kerakligini bilib ketdi. Ular darhol Bani Sa'dning uyiga qarab yo'lga chiqdi. Yo'lda Abu Ubayda Amir ibn Jarroh uchradi. Unimi yanlarga elib ketayotganida oldiga uchirgan ansorlik Uvaym ibn Sa'd va Ma'an ibn Adi ismli ikki kishidan bu masala haqida ma'lumot olmoqchi bo'ldi. Ular mundaq dedi: "Ansorlarga yaqinlashmasliqinglar va ularga ketilmasliqinglar sababidan biror ishning chiqib qolishi natoyin. Sizlar muhojirlarmi o'z aranglarda fikr birligiga kelsanglar, ansorlar bilan aranglarda hech ish yuz bermaydi. Ammo muhojirlarning vakillari o'rnidagi Hazrati Umar, Hazrati Abu Bakri va Abu Ubayda qatorliqlar Bani Sa'dning uyiga yig'ilishga qatnashish uchun yo'llarga davom qildi va oxiri u yerga yetib kelib yig'ilishga ketildi. Voqealarning yo'linishidan ko'rib olishga bo'ladiki, muhojirlar bilan ansorlar orasida asosiy jihatdan hech qanday ixtilof yo'q edi. Ansorlarning muhojirlarga xabar bermayli yig'ilishida u kunning shartlariga asosan zaruriyat bor edi. Bu yig'ilishga ansorlarning cho'nglarining hammasi yig'ilgan edi. Ular qisqacha bir suhbat o'tkazgandan keyin
Muhammad alayhisalomdan keyin musulmonlarga Sa'd ibn Ubadani boshliq qilib saylayli, deyishdi. Ular kesel tartib yetib qolgan Sa'idni yig'ilishga elib kelgan edi. Sa'id o'g'liga mundoq dedi: "Men keselman. Ovozim ko'pchilikka anglanmaydi. Shunga sen mening so'zlarimni yuqori ovozda takrorlagin." U so'zlashga boshladi. O'g'li yuqori ovozda uning so'zlarini takrorladi. U avval Allohga hamd sano aytgandan keyin munolarni dedi: "Ey Ansor xalqi, sizlarning hech bir arab qabilasiga nisb bo'lmagan diniy tajribanglar va islomda alohida o'rninglar bor. Hammanglarga ayonki, Muhammad alayhissalom o'z xalqini 10 yildan ortiq vaqt Rahman taologa qulluq qilishga, Allohga sherik qilib olgan barliq butlardan voz kechib, ulardan yiroqlashishga da'vat qildi. Ammo nihoyat oz kishi uningga iymon etdi. Ularning Rasulullohni yoki dinni qo'g'dug'chiligi yo'q edi. Hatto o'zlariga kelgan zulmga qarshi chiqolmaydi. Shuning bilan Alloh taolo bu sharafni sizlarga ihson qildi. Bu ustunlikni sizlarga yuzlantirdi va bu ne'matni sizlarga ato qildi. Sizlarga Alloh va uning payg'ambariga iymon etishni, uni va sahobalarni qo'g'dashni, dinini ulug'lashni, dushmanga qarshi urush qilishni nasib qildi. Sizlar uning dushmaniga hammadan bakrak qattiq qo'l bo'ldinglar. Mana bu sabablar bilan barliq arablar xolab xolamay Allohning hukmiga bo'ysunishga majbur bo'ldi. Yiroqdagilarmi o'zini bilib bo'yin egdi. Alloh taolo bu shaklda payg'ambarni imkoniyatga ega qildi. Arablar sizlarning qilchinglarning soyasida uni qabul qildi. Shunga payg'ambar alayhisalom sizlardan mamnun va rozi bo'lgan holda vafot bo'ldi. Sa'idning bu so'zlaridanmi Madinaning payg'ambar alayhisalomning vafotidan keyin arablarning nishoniga aylanib qolish andishisi chiqib turadi. Mana bu andishalar ularni tezdan bir xalifa saylashga majbur qildi. Muhojirlarning vakillari yig'ilishga kirib keldi. Ansor cho'nglarining hammasi yig'ilgan edi. Ular o'ltirishdi. Ansorlar nomida so'zlamoqchi bo'lgan kishi o'rnidan turib, avval Allohga hamd sano aytgandan keyin mundoq dedi: "Biz Allohning diniga yordam qilgan islomning avangard qo'shunimiz. Ey muhojir qarindoshlar, sizlar bo'lsanglar bizning bir aymoqimiz, bir parchamiz. Bizga qaytilgan bir qo'shinsizlar. Qaraganda sizlar bizni bir yoqqa qayirib qo'yib, asosimizni buzib tashlab, bu ishni o'z ustinglarga olmoqchi bo'lgandek tursizlar. Halbuki payg'ambar alayhisalom oranglardan birini bu vazifaga tayinlagan bo'lsa, cho'qim bizdimi bir kishini qaytib qo'ygan bo'ladi. Shunga xalifalikka bizdan bir kishi, sizlardan bir kishi saylansa deb o'ylayman." Hazrati Umar bu haqda mundoq deydi: "Ansorlarning u bayonotchisi so'zini tugatgandan keyin men so'zlamoqchi bo'ldim. O'z ichimda xeyli obdan tayyorlik qilgan edim. Ammo Abu Bakr menga ruxsat qilgin" dedi. Albatta, uni ranjitishni xohlamadim. Amaliyotda u mendan bakroq xushbe'il va tamkinroq edi. Shuning bilan u so'z boshladi: "Allohning nomi bilan qasam qilamanki, u men o'z ichimda puxta tayyorlik bilan hozirlagan so'zlarning birma-bir o'xshashini va uningdanmi yaxshiroqlarini tanlab so'zladi. Ansorlar haqida mayli oyat yoki payg'ambar alayhisalomning hadislaridan nima bo'lsa, hammasini bir-birlab o'tirib qo'ydi. Qisqacha qilib aytganda, u mundoq dedi: "Hammanglarga ayonki, payg'ambar alayhisalom agar insonlarning hammasi bir yo'lga, ansorlar boshqa yo'lga mangsa, men ansorlarning keyindan mangan bo'latdim" degan edi. Sizlar o'zinglar haqqinglarda aytgan va bizga eslatib o'tgan yaxshiliklarning hammasida ishning ahlisizlar. Ammo bu ishga kelsak, arablar bu ishda Qurayshdan boshqalarni ishning ahli deb qaramaydi. Bu barliq arab millatining yakunidir. Men sizlarga xalifa bo'lishga tegishlik 2 kishini ko'rsataman. Kimni xohlasanglar, shuni saylanglar." U shundoq deb Abu Ubayda ikkimizning qo'llaridan tutib ansorlarga ko'rsatdi. Hazrati Umar so'zini mundoq davomlashtirdi: "Allohning nomi bilan qasam qilamanki, Abu Bakrning meni to'xtatib qo'yib, o'zi so'z qilganiga faqatla ranjimadim. Agar gunoh bo'lmasa, o'zimni o'ltirib olgan bo'lsam, texmi yaxshi bo'ladi. Bu men uchun Abu Bakrni o'z ichiga olgan bir millatga xalifa bo'lishdan yaxshiroq edi." Abu Bakrning so'zi tugagandan keyin ansorlar so'z ilib mundoq dedi: "Qasam qilamanki, Allohning sizlarga bergan ne'matlarini qizg'anganimiz yo'q. Allohning mavjudotlari ichidimi hech kimni sizlardan afzal ko'rmaymiz. Ammo buningdan keyin beshimizga kelib qolishi mumkin bo'lgan ishlardan andish qilyapmiz. Shunga
hozir sizlar oranglardan bir kishini tanlanglar. U vafot bo'lgandan keyin biz ansarlardan bir kishini tanlayli. Mushu tariqada bir bizdan, bir sizlardan bo'lib abadiy davom qiladi. Ham shundoq bo'lganda, buningdan keyingi zamonlarda agar Qurayshli xalifa yo'ldan chiqqidek bo'lsa, ansarlardan birining uniga qarshi chiqib, uni o'ltirib etishidan yoki ansarlardan biri adolatdan yiroqlashqidek bo'lsa, Qurayshlik birining uniga qarshi yurish qilishidan ansirmaymiz. Qandaqli bo'lmasin, qarshi tarafdan birining vaqti kelganda, uning o'rniga chiqadiganligini ko'zda tutganda, ikki taraf orasida hech qanday adolatsizlik qilinmaydi. Bu suhbatlardan bilib olishga bo'ladiki, ansarlar muhojirlarning Madinada turib qolganligiga qanoat hosil qilgandan keyin, ularning ma'lum darajada haqqa ega ekanligini va huquqdan teng barobar foydalanish kerakligini o'ylashgan edi. Ammo bu yerda bir masala kelib chiqdi. Ansarlar muhojirlarning vakillari kelib bo'lguncha orliqda Ubadani xalifalikka saylab, uningga bayat qilib bo'lgan edi. Ubadamu vazifasini topshirib olish oldida edi. Ammo bu ish eng dastlabda muhojirlardan boshlanishi kerak edi. Undaq bo'lgan ekan, bu yerda bir xatolik yuz berdi. Bu xatolikni mushundaq paytda va mavjud shart-sharoitlarga qaramay tuzatish kerak edi. Bu ish bakmu inchkilik bilan hal qilinishi kerak bo'lib, aksicha bo'lganda xalifaga osiylik qilishdek bakmu xatarlik ahvol kelib chiqadi. Ansarlarning rahbari Said ibn Ubadani tadrijiy holda bu o'rindan tushirish lozim edi. Inson qandaqli bo'lmasin, ojiz yaratildi. Shu ahvolda kengayish davomlash orqali ansarlarning asta-asta keyiniga chekinishi uchun fursat yaratilishi kerak edi. Hazrat Umar ansarlarning so'zlarini anglab bo'lgandan keyin mundaq dedi: "Bu o'rin faqat Qurayshdan bo'lgan biriga loyiqdir. Shundoq bo'lgandala arablar rozi bo'lishidi. Xalifalikka ulardan boshqa kim kelsa, ular uni qabul qilmaydi. Va kim bu haqda bizga qarshi chiqsa, uni darhol o'ldiramiz." Ansarlardan Xabbob ibn al-Munzir o'rnidan turib, "Xalifa bizdan bir, sizlardan bir bo'lsin" degan gapni takrorladi. Hazrat Umar uningga: "Hayhot, bir o'ringa hech qanday ikki amr sig'maydi. Allohning nomi bilan qasam qilmanki, arablar payg'ambar alayhisalomni boshqa qabiladan deb o'ylabla sizlarning hukmronliklaringizni e'tirof qilmaydi. Ammo payg'ambar alayhisalom yetishib chiqqan xalqning ichidan biri xalifalikka saylansa, uningga e'tiroz bildirmaydi. Buningga qarshi chiqqanlarga ochiq dalillarimiz bor. Biz Muhammad alayhisalomning do'stlari va eng yaqin kishilar bo'lamiz. Kimki biz bilan uningdan qolgan o'rinning jidalini qilishga urinsa, u botil ishlarga aralashgan, gunoh o'tkazishga va halok bo'lishga yuzlangan bo'ladi deb javob berdi. Hazrat Umar shuncha qattiq gap qilgan bo'lsa-mu, Xabbob o'z gapida ching turib, ansarlarni o'zining ko'z qarshiga qetilishiga undavergachga, muhojirlarning vakillaridan Abu Ubada ibn Jarroh so'z elib mundaq dedi: "Ey ansarlar jamoati, bu ulug' ishqa tunji bo'lib yordam qilgan va qo'llagan kishilar sizlar edinglar. Undaqda tunji bo'lib burmalagan va o'zgartganlar sizlar bo'lib qolmanglar." Uning keynidilla Bashir ibn Sa'd al-Ansari o'rnidan turib mundaq dedi: "Ey ansar jamoati, Allohning nomi bilan qasam qilamanki, agar biz mushriklar bilan qilgan jihodimiz orqali Allohning nazarida ustunlikka erishgan va bu dinga eng burun kirib, ma'lum bir nufuz tikilgan bo'lsak, bularning hammasini Rabbimizning roziligiga erishish va payg'ambarimizning amrlarini o'rindash maqsadida qildik. Buni, ya'ni xalifalikni biz o'z manfaatimiz uchun qilyapmiz. Undaq bo'lgan ekan, biz mushu xosligimizni ko'z tutgan holda bak ilgirlab ketmasligimiz va bularni dunyo manfaatimiz uchun vosita qilib olmasligimiz lozim. Bizga qarshi minnat qilishga tegishli bo'lgani faqat Allohdir. Ogoh bo'linglar, Muhammad alayhisalom Qurayshlik bo'lg'achqa, uning bilan munosabatlik har ishda Qurayshlar oldin ko'zda tutilishi kerak. Ular bilan bu haqda talash tortish qilganligimizni Alloh ko'rib turadi. Undaq bo'lgan ekan, sizlarmi Allah belgilab bergan chek-chegaradan eshib ketmanglar. Ular bilan ixtilof qilishmanglar. Yana bir tarafdan Usayd ibn Hudayrmo o'rnidan turib, ansarlarning bu ishdan voz kechib, muhojirlardan birini tanlashga undadi. Agar ansarlar bu ishni o'z ustiga elib olsa, Avs bilan Xazraj qabilasi orasidagi ixtilofning qaytadan boshlanadiganligi haqida uzundan uzun tushuncha berib, muhojirlardan biriga bayat qilish kerakligini o'tirib qo'ydi va boshqalarni buningga chaqirdi. Nasai va Hakimning rivoyatlariga qaraganda, u kuni Hazrat Umar bilan ansarlar orasida bir dialog bo'lib o'tgan bo'lib, Hazrat Umar ansarlarga:
payg'ambar alayhissalomning Hazrati Abu Bakrni jamoatga imom qilganligini bilamsizlar, dedi. Ansorlar, albatta bilamiz, deb javob berishdi. Hazrati Umar yana, undaqda payg'ambar alayhissalom tanlab oldiga chiqargan odamning oldiga kim o'talaydi, deb so'radi. Ular, hech birimiz o'talmaymiz, deyishdi. Ansorlardan Zayd ibn Sabit mundaq dedi. Qaranglar, payg'ambar alayhissalom muhojirlardan edi. Undaq bo'lgan ekan, xalifami muhojirlardan bo'lish kerak. Bizmi ayni vaqtda payg'ambar alayhissalomning ansorlari bo'lgan bo'lsak, buningdan keyinmi xalifaning ansorlari bo'lishimiz kerak. Bu so'zlardan keyin Hazrat Abu Bakr o'rnidan turib mundaq dedi. Alloh sizlarga xayri ehson ato qilsin va so'z qilganlarni salomat qilsin. Menga qaranglar. Agar buningdan boshqa ortiqcha bir narsa demoqchi bo'lsanglar, biz sizlar bilan ittifoq o'talmaymiz. U gaplarini tugitibla darhol Hazrat Umar tarafga burilib, uningga qo'lingni bergin. Men sana bay'at qilaman, dedi. Ammo Hazrat Umar, sen mendanmi bakroq fazilatliksan, deb xalifalik taklifini qabul qilmadi. Hazrat Abu Bakrmi uningga, sen menga qaraganda kuchliroq, dedi. Ammo Hazrat Umarmi ching turib, mening kuchim sening fazilatlaring bilan birlikda sana tava bo'lsin, dedi. Ondan Hazrat Umar va Abu Ubayda birlikda uningga, ey Abu Bakr, payg'ambar alayhissalomdan boshqa birining sening oldinga o'tishi to'g'ri emas. Sen sabr g'oridagi eng xatarlik paytlardami o'zingni qilchi o'ylab qo'ymay payg'ambar alayhissalom bilan birga bo'lding. Uning uchun jiningni pido qilishdan yanmading. U og'rib qolganda seni imom qilib sayladi. Shunga bu haqda seni oldin ola o'ylashimiz lozim, deb uni qo'llaydiganligi to'g'risidagi pozitsiyasini bildirishdi. Umar bu so'zlarni qilib bo'libla yugurib berib Hazrat Abu Bakrning qo'lini tutdi. Usayd ibn Hudayr va Bashir ibn Saidmo bir-biri bilan baslashganda yugurib kelishib, Hazrat Abu Bakrga bay'at qildi. Buni ko'rgan boshqalarmo bir-birlab kelib, uningga bay'at qildi. U yerga yig'ilganlarning ichida Sa'd ibn Ubadala bay'at qilmadi. U og'riq bo'lg'achqa Hazrat Abu Bakrning oldiga kelolmadi. Biror eg'iz gapmi qilmadi. Mana bu vaqa ansorlar bilan muhojirlar orasidagi xalifalik sababidan hech bir ixtilof chiqmaganligini isbotlab berdi. Faqat ansorlarning andishisi tufaylidan bir xatolik yuz berdi xolos. Va bu Said ibn Ubadaning mavqesi yuzidan ansorlarning keyiniga chekinishi zarur bo'lgan bir talash tortishga sabab bo'ldi. Shunimi aytib o'tish kerakki, ansorlarning Bani Saidning uyiga yig'ilishi hargizmi ularning xalifalik temasida o'zlarini muhojirlardan ustun ko'rish, rahbarlik savdosiga berilib, uni yoki buni qo'llash moyilligi va yoki niyatining borligini isbotlamaydi. Sa'd ibn Ubadaga kelsak, bu zot barliq sahobalarning orasida hurmatga sazovor kishi edi. Ammo maqsad bu zotni saylash emas, balki musulmonlarning manfaatini qo'g'dash bo'lib, bu Madinaning shart-sharoiti, millat va davlat masalalarining yurgizilishi to'g'risidagi andishasidan kelib chiqqan edi. Bu vaqa Hijriyaning 11-yili, payg'ambar alayhissalom vafot bo'lgan yili Rabiul Avval oyining 12-kuni yuz bergan edi. Hazrat Abu Bakr xalifalikka saylanib, 2-kuni xalifalik sufati bilan xalqni namozga chaqirdi. U mihrobga chiqib turishiga Hazrat Umar avval Allohga hamd sano aytgandan keyin xalqga mundaq dedi: "Ey xaloyiq, tunigun sizlarga xitob qilgan edim. Ammo aytganlarimning hammasi o'z ichimdan kelgan so'zlar edi. Xalifaning saylanishi haqidagi so'z iboralarim yo Allohning kitobida yo'q, yoki payg'ambar alayhissalomning menga omonat qilgan biror eg'iz so'ziga tayangan emas. Ammo men payg'ambar alayhissalomning bizga abadiy rahbarlik qildiganligini o'ylab yuratdim. Afsuski, u vafot bo'ldi va sizlarga Alloh nozil qilgan kitobni qoldirib ketdi. Mana bu kitob payg'ambar alayhissalom rahbarlik qilgan hidoyat yo'lining dal o'zidir. Agar uningga ching esilsanglar, u sizlarni hidoyat yo'liga boshlaydi. Alloh taolo sizlarning eng xayrliklaringlar va payg'ambar alayhissalomning g'ordagi jon yo'ldishi sizlarga rahbarlik qilishga eng haqliq bir zot ustida fikr birligiga kelishinglarni muyassar qildi. Hazrat Umarning so'zini anglagan xalq Bani Said yig'ilishidagi bay'atdan keyin yana bir qatim bay'at qildi. Ondan Hazrat Abu Bakr Allohga hamd sano aytgandan keyin xalqqa shu tarixiy so'zlarni qildi: "Ey xalqim, men garchi oranglardagi eng fazilatlik biri bo'lmasammi, sizlarning xalifanglar bo'lib saylandim. Agar sizlarga to'g'ri rahbarlik qila olsam, menga yordam qilinglar. Agar adolatsizlik qilsam, meni to'g'ri yo'lga boshlanglar. To'g'rilik omonat, yolg'onchilik bo'lsa xiyonatdir.
Shuni bilinglarki, halol yo'l bilan o'z rizqini tepib yeyitib, haqsizlikka uchragan kishi toki o'z haqqini qaytarib elinguncha mening nazarimda eng kuchli kishi hisoblanadi. Shundaqla oranglardagi o'zini kuchlik deb o'ylab, boshqalarning haqqiga tajovuz qilgan kishimi uningdan shu haq elinib asli egasiga qaytarilguncha mening nazarimda eng ojiz kishi hisoblanadi. Yana bilib qo'yinglarki, qaysi millat jihodni tark etgan bo'lsa, muhaqqaq Allah u millatni xor zabonlikqa yuzlantirdi. Va qaysi millat orasida fohishvozlik avj olsa, muhaqqaq Allah u millatga umumyuzlik baloyi ofat berdi. Men Allohga va Allohning payg'ambariga itoat qilgan muddatgacha sizlarmi menga itoat qilinglar. Agar men Allohga va payg'ambariga osiylik qilsam, ana shu chaqda menga itoat qilish degan narsa mavjud bo'lmaydi. Qani endi hammamiz namozga turaylik. Allah hammamizga marhamat ato qilsin. Bu kuni payg'ambar alayhisalomning dafn ishlari bilan mashg'ul bo'layotganlardan boshqa hammaylar Hazrat Abu Bakrga bay'at qildi. Ularmi ishlarini tugatgandan keyin kelib, uningga bay'at berdi. Faqat Sa'd ibn Ubadala bir oz kechikdi. Keyin u kelib bay'at qildi va mujohid bo'lib jangga qatnashdi. Ko'p o'tmay Suriya tuproqlarida vazifa olgan bir jangda shahid bo'ldi. Abu Sufyanning Hazrat Ali va Hazrat Abbosni Hazrat Abu Bakrga qarshi kuch ko'rganligi haqidagi atalmish so'z cho'chaklariga kelsak, buning hech qanday asosi yo'q. Chunki Abu Sufyan islomga ilojsizlikdan kirganlardan biri bo'lg'achqa, bundaq ishni qilishga jasorat qila olmaydi. Uning ustiga islomga kuchlik iymon bilan ching bog'langan Hazrat Ali bilan Hazrat Abbosning uning gapiga kirishi mumkin emas edi. Agar shundaq ish rostli yuz bergan taqdirda Hazrat Abu Bakr xalifa bo'lish sifati bilan Abu Sufyanni so'roqqa tortishi va bir munchilgan ixtilof va tafriqchilikka sabab bo'ladigan bu so'zlari uchun uni ayblishi lozim edi. Halbuki tarixda mundaq bir voqeaning hech yuz bergani yo'q. Bu faqat ba'zi rivoyatchilarning o'ydirmasidir xolos. Payg'ambar alayhisalomning o'zidan keyin o'rniga Hazrat Alining chiqishi haqida vasiyat qoldirib qo'yganligimi butunlay yolg'on va amaliyotga zid bir o'ydirmadan boshqa narsa emas. Chunki Payg'ambar alayhisalomning vasiyati diniy amr bo'lib, agar rostilla shundaq bir vasiyat bo'lsa, hech bir musulmon uningga qarshi chiqolmaydi. U kuni musulmonlarning mushundaq bir vasiyatga xiloflik qilganligini o'tirib qo'yish, ularga bakmo ig'ir haqorat qilish va barliq sahobalarning iymonidan gumonlanish degan bilan o'xshash edi. O'ylab baqing, Hazrat Abu Bakr bundaq bir vasiyatga qandoqmi xiloflik qilsin? Hazrat Abu Bakr hech qachon payg'ambar alayhisalomning sizgan siziqidan chiqmagan edi. Uning ustiga Hazrat Ali bundaq bir vasiyatga xiloflik qilganlarga hargiz ko'z yummagan va qarab turmagan bo'ladi. Chunki Hazrat Ali Alloh va uning payg'ambarining amrini bajo keltirish uchun hech nimaga pisand qilmaydi. Agar ba'zi kishilar Hazrat Alining ko'rinishda Hazrat Abu Bakrga bay'at qilgan bo'lib, ko'nglida tasdiqlamaganligini o'tirib qo'ymoqchi bo'lsa, biz ulardan so'rab baqaylik. Acaba sahobalar qachon bir-biriga ikki yuzlamachilik qilibdi? Ularning haqida mundaq aqmas gaplarni qilish, ularga bo'lgunchi degan batnomni chaplash bilan o'xshash. Alloh bizga bundaq ishlardan panohlik bersin. Hazrat Alining bay'at uchun ayoli Hazrat Fatimaning vafotigacha kechikkanligi haqidagi fitna fasodmi butunlay tuhmat bo'lib, Hazrat Alining barliq musulmonlar birlikka kelib qaror bergan bu muhim ishda 6 oy kechikib qolishi mumkin emas. Kuchlik iymoni va kichik yoshlarida musulmonlar qilgan birlik va barobarlik chaqiriqlari islom qarindoshligiga bo'lgan o'rnak muomalalar bilan to'nilgan Hazrat Alining bu ishga mundaq muomala qilishi texmi mumkin emas. Gerçi bu ikki zot orasida ba'zi talash-tortishlar va ko'ngil og'riqlari yuz bergan bo'lsa-mu, bu xalifalik bilan emas, balki miros bilan munosabatlik masalalar bo'lib, ishning jarayoni mundaq edi. Hazrat Fatima Hazrat Abu Bakrdan dadisi, ya'ni payg'ambar alayhisalomning Fadak va Xaybardagi mirosini talab qildi. Ammo Hazrat Abu Bakr bu talabni qabul qilmadi va uningga payg'ambar alayhisalomdan anglagan bir hadis bilan javob berdi. Payg'ambar alayhisalom mundaq degan edi: Biz payg'ambarlar jamoati yaqinlarimizga miros qoldirmaymiz. Bizning keyingi qoldig'ini sadiqadir, ya'ni barliq ummatga oiddir. Hazrat Ali va Fatima bu so'zning payg'ambar alayhisalomning so'zi ekanligini aniq biladi. Chunki Hazrat Fatima ilm ahli bo'lib, intayin mo'l bilimi bor edi. Shundaqdimi Hazrat Abu Bakr bilan orasida kichikkina ko'ngil og'riqi yuz berdi.
Ammo bu ish qayta takrorlanmadi. Uning ustiga Hazrati Ali u kunlarda uydan sirtqa ko'p chiqolmag'achqa Hazrati Abu Bakrga yordam qilish fursatimi yo'q edi. Shundoq bo'lsa-mu, muhim masalalarda dindan qaytgan murtad isyonchilar va Madinaga qaytadan hujum qilishga uringan bosh-boshdoqlarga qarshi elib berilgan mudofaa faoliyatlariga o'xshash ishlarda har doim Hazrati Abu Bakrning eng yaqin yordamchilaridan bo'lgan edi. Keyingi mazmunlarda bu to'g'risida tafsili to'xtalib o'tamiz. Alining uzun mazgilgacha uydan chiqmasligining sababi ayoli Hazrati Fatimaning kesili edi. Payg'ambar alayhisalom vafot bo'lib, 6 oydan keyin Hazrati Fatima mo vafot bo'ldi. Hazrati Ali shuncha vaqt Hazrati Fatimaning kesili bilan naplashib yurgan edi. Hazrati Fatimaning Hazrati Abu Bakrdan ranjib qolganligi va uningga ko'ngli xafa holda vafot bo'lib ketganligi haqidagi so'z cho'chakka kelsak, bu mo islomni va islomning xarakterini bilmaydigan nodonlarning o'ydirmasi edi. Shundoq emasmi? Islomda qachon ayollar erlarni yoki erlar ayollarni pat-pat yo'qlab bir yerga jam bo'lib dard ol aytishadigan ish ko'rilibdi. Uning ustiga Hazrati Fatima dadasining vafotidan keyin kasal bo'lib uyidan taloga chiqmagan edi. Hazrati Abu Bakr bo'lsa xalq va davlatning ishlari bilan mashg'ul edi. Hazrati Abu Bakr xalifalik qilgan vaqt tunji islom davlatining dastlabki davrlari bo'lg'achqa qiyinchilik va to'salg'u bakmi ko'p edi. Bu haqdami keyincha tafsiliy to'xtalamiz. Ahvol mana shundoq bo'lgan ekan, mayli Hazrati Ali bo'lsin yoki Hazrati Abbos bo'lsin va yoki butun Bani Hashim qabilasi bo'lsin, barliq musulmonlar Hazrati Abu Bakrga bay'at qilgan kuni ularmi bay'at qilgan edi. Bani Hashim qabilasi yoki boshqa bir qabiladan birmi odam bu bay'atdan qilib qolmadi. Shunisi haqiqatki, Qur'oni Karimda xalifalik haqida belgilik bir sistema bayon qilinmagan. Shundaqla Payg'ambar alayhisalommi bu vaqtda hech nima demagan edi. Musulmonlar faqat islomning amr farmonlariga bo'ysunganligiga doir Payg'ambar alayhisalomga va'da berish tariqasida bay'at vazifasini ado qiladi. Bay'at shartnomasiga asosan bay'at qilguvchilarning hech biri bergan va'dasidan yana olmaydi. Bu mayli xalifa bo'lsin yoki oddiy fuqaro bo'lsin, hammaylar uchun o'xshash kuchga ega. Xalifalik xalifa bilan musulmonlar orasidagi bir kelishimnoma bo'lib, bu kelishimnomaga binoan xalifa so'z harakatlarida Allohning kitobiga va payg'ambar alayhisalomning sunnatiga rioya qilganligiga, musulmonlarga va uningga omonat qilingan maqomga, davlat va ummatning meliga durust muomala qilganligiga qasam ichgan bo'ladi. Shundaqla musulmonlarmo bay'at qilish orqali xalifaga hurmat bildirganligiga, uning amr farmonlariga shartsiz bo'ysunganligiga qasam ichgan bo'ladi. Agar xalifa islomning chek-chegaralaridan olqib ketsa, uningga bo'lgan bay'at o'z kuchini yo'qotadi va musulmonlar xalifani xalifalik kelishimnomalariga rioya qilish haqida ogohlantirish beradi. Agar ishlar o'z yo'liga kirib qolsa, xalifalik yana davom qiladi. Aksicha bo'lganda, musulmonlarning kengash a'zolari tarafidan vazifasidan elib tashlandi yoki o'zi iste'fo beradi. Hazrati Abu Bakrmo xalifalikka tayinlangan kuni mundaq degan edi: "Men Allohga va uning payg'ambariga itoat qilgan muddatgacha sizlarmo menga itoat qilinglar. Agar men Allohga va uning payg'ambariga osiylik qilsam, ana shu chaqda menga itoat qilish degan narsa mavjud bo'lmaydi."